Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz har bir nafaqaxo'r, har bir keksa yoshdagi fuqaro, hatto yaqinlari nafaqa oladigan har bir oila uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Men bilamanki, ko'pchiligingiz yaqinda yuz bergan o'zgarishlar haqida savollar bilan qiynalyapsiz. Nima mumkin emasligini tushunishga urinyapsiz. Aynan shu savollarga bugun to'liq va atroflicha javob beramiz. Ushbu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar kelajakda sizga juda asqotishi mumkin. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar doim bo'lib kelgan, lekin oxirgi paytlarda bu o'zgarishlar ko'proq shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgani sababli ba'zi nafaqaxo'rlar uchun yangi cheklovlar yoki aksincha yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Avvallari nafaqaxo'rlar ko'pincha qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lsa ham, bu haqda davlat organlariga to'liq ma'lumot bermasligi yoki qonunchilik bu borada juda yumshoq bo'lishi mumkin edi. Misol uchun, birorta keksa fuqaro pensiya olgan holda norasmiy ravishda qandaydir xizmat ko'rsatishi, dehqonchilik bilan shug'ullanib, mahsulotini bozorda sotishi va bundan tushgan daromadini hech qayerda ro'yxatdan o'tkazmasligi odatiy hol edi. Bunday holatlarda nazorat mexanizmlari unchalik samarali ishlamasligi, natijada esa davlatning pensiya yukini to'g'ri taqsimlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin edi. Pensiya bu nafaqat ijtimoiy himoya, balki fuqaroning hayoti davomida davlatga qo'shgan hissasi uchun mukofot hamdir. Shu sababli uning adolatli taqsimlanishi va tartibga solinishi juda muhim. Bugungi kunda vaziyat ancha o'zgardi. Davlatimiz pensiya tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va har bir fuqaroning daromadlarini to'liq hisobga olish yo'lida katta islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu degani endilikda sizning har qanday daromadingiz, hatto kichik tadbirkorlikdan yoki hunarmandchilikdan bo'lsin, davlat organlari tomonidan kuzatilishi mumkin. Yangi qonun va qarorlar nafaqaxo'rlar uchun yanada aniq qoidalar va talablarni belgilab berdi. Bu esa o'z navbatida nafaqaxo'rlardan o'z moliyaviy faoliyatini yanada mas'uliyat bilan boshqarishni talab qiladi. Shuning uchun bugungi ma'lumotlar aynan shu yangi qoidalar doirasida sizga nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emasligini batafsil tushuntirib beradi. Keling, avvalo nafaqaxo'rlar uchun nimalar endilikda qat'iyan man etilgani yoki cheklangani haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bu eng dolzarb va ko'pchilikni xavotirga solayotgan jihatdir. Birinchidan, yashirin, ya'ni rasmiyatchiliklarsiz qo'shimcha daromad topish. Agar ilgari bunga ko'z yumilgan bo'lsa, endi vaziyat boshqacha. Tasavvur qiling, 65 yoshli Ahmad aka davlat korxonasidan faxriy nafaqaga chiqqan. Lekin u pensiya olib turib, qo'shimcha ravishda xususiy avtomobilida norasmiy taksichilik qiladi. Avvallari bu daromad hech qayerda ko'rinmas edi va uning pensiyasiga ta'sir qilmasdi. Ammo hozirgi kunda raqamli tizimlar, bank o'tkazmalari va mobil to'lovlar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalarning kuzatuvi kuchaytirilmoqda. Agar Ahmad aka muntazam ravishda mobil ilovalar yoki bank kartalari orqali to'lovlar qabul qilsa, bu uning rasmiy daromadi sifatida qayd etilmasa-da, ma'lumotlar bazasida qoldiq iz qoldirishi mumkin. Agarda uning norasmiy faoliyati pensiya jamg'armasi yoki soliq inspeksiyasi tomonidan aniqlansa, unga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi mumkin. Bu nafaqat jarimalar, balki eng yomoni, noqonuniy olingan daromadlar tufayli pensiyasining bir qismini qaytarib olish talab etilishi yoki pensiya miqdorining qayta ko'rib chiqilishi bilan yakunlanishi mumkin. Bu albatta hech bir nafaqaxo'rning istagi emas. Ikkinchidan, ba'zi hollarda nafaqa turi bilan birga yuqori daromadli ishlarni rasmiy ravishda bajarish. Bu yerda aniq chegaralar bor. Misol uchun, nogironlik nafaqasi oluvchi fuqarolar uchun ayrim turdagi mehnat faoliyatiga ruxsat beriladi. Lekin ularning daromadi belgilangan miqdordan oshib ketmasligi kerak. Agar nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro, masalan, 3 guruh nogironligi borligi sababli nafaqa olayotgan bo'lsa va to'liq stavkada yuqori maoshli ishga joylashsa, uning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi shart. Aks holda, ortiqcha to'langan mablag'lar uning kelajakdagi pensiyasidan ushlab qolinishi yoki sud orqali undirilishi mumkin. Bunday holatlar nafaqaxo'rning moddiy ahvolini keskin yomonlashtirishi mumkin. Bunday qoida nogironlik pensiyasi oluvchining mehnat qobiliyatiga qarab berilgan imtiyozlarni suiiste'mol qilishning oldini olishga qaratilgan. Uchinchidan, fuqarolik huquqiy shartnomalar orqali olingan daromadlarni yashirish.
ko'pincha nafaqaxo'rlar vaqtincha biror ishni bajarish uchun, masalan, tadbirkorlarga maslahatlar berish, qandaydir bir loyihada ishtirok etish uchun fuqarolik huquqiy shartnomalar tuzadilar. Bu shartnomalar asosida ularga haq to'lanadi. Agar ilgari bu turdagi daromadlar har doim ham pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yetib bormagan bo'lsa, hozirgi elektron tizimlar tufayli bu ma'lumotlar avtomatik tarzda almashilmoqda. Shuning uchun bunday shartnomalar asosida olingan har qanday daromad rasman hisobga olinadi va sizning umumiy daromadingizga qo'shiladi. Agar bu daromadlar pensiya turiga ta'sir qiluvchi chegaralardan oshib ketsa, bu pensiya miqdorini qayta hisoblashga olib keladi. Xo'sh, kimlar aynan xavotirga tushishi kerak? Birinchi navbatda yuqorida aytib o'tganimizdek, o'z daromadlarini rasmiylashtirmasdan qo'shimcha ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Ikkinchidan, nogironlik pensiyasi olib ayni paytda yuqori maoshli yoki to'liq stavkali ish joyida ishlayotganlar. Uchinchidan, davlatdan bir nechta turdagi ijtimoiy to'lovlarni, masalan, pensiya va boshqa ijtimoiy nafaqa olib, bu to'lovlar bir-birini inkor etishni bilmagan holda davom ettirayotganlar. Masalan, bolalikdan nogironligi bor fuqaro katta yoshga yetgach, boshqa turdagi nogironlik pensiyasini ham olishga harakat qilishi mumkin. Lekin ayrim hollarda bitta fuqaroga ikkita bir-biriga zid turdagi nafaqa bir vaqtda to'lanishi mumkin emas. Bu holatda ham ortiqcha to'langan mablag'lar qonuniy ravishda qaytarilishi talab etiladi. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Bu ham juda muhim savol. Agar siz faqat pensiya olib, boshqa hech qanday daromadga ega bo'lmasangiz yoki sizning qo'shimcha daromadingiz rasmiylashtirilgan bo'lib, uning miqdori belgilangan chegaralardan oshmasa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, 7 yoshli G'ulom aka shaxsiy tomorqasida dehqonchilik qilib, oilasi uchun mahsulot yetishtiradi. Ba'zan ortiqchasini bozorda sotib, kichik daromad topadi. Bu daromad uning kunlik ehtiyojlari uchun yetarli bo'lib, rasmiy qayddan o'tish shart bo'lmaydigan darajada kichik bo'lsa va muntazam doimiy biznes tusiga ega bo'lmasa, uning pensiyasiga ta'sir qilmaydi. Yoki 60 yoshli Gulnora opa uyda tikuvchilik bilan shug'ullanadi. U mahalladagi qo'ni-qo'shnilarga kichik buyurtmalar asosida kiyim tikadi va bu ishdan oyiga taxminan 5 ming so'm daromad topadi. Agar Gulnora opa o'z faoliyatini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazib, qonuniy tarzda soliq to'lasa, uning pensiyasiga hech qanday salbiy ta'sir bo'lmaydi. Aksincha, bu uning ijtimoiy faolligini oshiradi va qonuniy doirada qo'shimcha daromad olishga imkon beradi. Endi esa nimalar mumkinligi, ya'ni nafaqaxo'rlar uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratilgani yoki mavjud imkoniyatlardan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkinligi haqida gaplashamiz. Birinchidan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish imkoniyati. Bu oxirgi yillarda joriy qilingan eng muhim imkoniyatlardan biridir. Agar siz pensiya olib turib, qo'shimcha ravishda biror hunarmandchilik, repetitorlik, kichik savdo, uy xizmatlari ko'rsatish yoki boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Buning uchun mobil ilova orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ro'yxatdan o'tish juda oson. Misol uchun, 7 yoshli hovlida bu navralarga to'qishni o'rgatadi va ba'zan ularning buyurtmalarini bajaradi. Shuningdek, mahalladagi keksa ayollarga ham shunday xizmatlarni ko'rsatadi. U shu yo'l bilan oyiga 700 ming so'm atrofida daromad topadi. Agarda u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazsa, u qonuniy ravishda daromad topadi. Davlatga minimal soliq to'laydi va eng muhimi, uning pensiyasiga hech qanday salbiy ta'sir bo'lmaydi. Aksincha, agar u mehnat stajiga ta'sir qiluvchi sug'urta badallarini to'lasa, kelajakda uning pensiyasi qayta hisoblanishi va o'sishi ham mumkin. Bu imkoniyat nafaqaxo'rlarga o'z sevimli mashg'ulotlari orqali qo'shimcha moddiy rag'bat olishga, qonuniy doirada iqtisodiy faollikni saqlab qolishga va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga yordam beradi. Ikkinchidan, pensiya turiga qarab ma'lum mehnat faoliyati bilan shug'ullanish. Agar siz yoshga doir oddiy pensiya oluvchi bo'lsangiz, siz qonuniy doirada istalgan turdagi ishda ishlashingiz mumkin. Faqatgina ba'zi turdagi pensiyalarda, masalan, imtiyozli pensiyalar yoki ba'zi nogironlik pensiyalar, qo'shimcha ish haqi olinishi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda aniq qo'ydi shuki, agar siz ishlasangiz va maosh olsangiz, sizning pensiyangiz ham to'liq hajmda to'lanishi kerak. Ammo agar sizda imtiyozli pensiya bo'lsa, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun va siz yana shunday sharoitlardagi ishga qaytsangiz,
pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun bu kabi har bir holatni pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish juda muhimdir. Uchinchidan, moliyaviy aktivlardan daromad olish. Agar sizning pulingiz bankda omonatda tursa va u yerdan foiz daromad olsangiz, bu sizning pensiyangizga hech qanday ta'sir qilmaydi. Xuddi shunday, agar sizda qimmatli qog'ozlar mavjud bo'lsa va ulardan dividend daromadlari olsangiz, bu ham pensiya miqdoriga ta'sir etmaydi. Bu turdagi daromadlar ko'pincha passiv daromadlar hisoblanadi va ular nafaqaxo'rning ijtimoiy himoyasini kamaytirmaydi. Misol uchun, 75 yoshli Murod aka bankda katta miqdorda omonatga pul qo'ygan va har oyda omonat foizlaridan 2,5 million so'm daromad oladi. Shaffof va hech qanday tarzda uning asosiy pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Bu nafaqaxo'rlar uchun moliyaviy ahvolini yaxshilashning yaxshi va qonuniy yo'lidir. Keling, endi ushbu qoidalarning ayrim istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlari haqida gaplashaylik. Birinchi istisno bu ayrim turdagi pensiyalar. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu turdagi pensiya odatda o'z oilasini boqishga qodir bo'lmagan shaxslarga, masalan, yosh bolalarga yoki o'qishda bo'lgan talabalarga tayinlanadi. Agar bunday pensiya oluvchi o'qishni tugatib, ishga joylashsa va ma'lum darajada daromad topa boshlasa, unga to'lanayotgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi to'xtatilishi mumkin. Chunki bu pensiyaning maqsadi oila boquvchisi vafot etgandan keyin moddiy yordam ko'rsatishdir va agar shaxs mustaqil daromad manbaiga ega bo'lsa, bu yordamning zarurati kamayadi. Ikkinchi tuzoq bu ma'lumotlarni kechiktirib taqdim etish yoki umuman taqdim etmaslik. Agar sizda pensiya olish jarayonida yoki undan keyin daromad holatingizda o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berishingiz shart. Misol uchun, 62 yoshli Dilorom opa pensiya olib turib biror korxonaga yarim stavkaga ishga kirdi. U buni pensiya jamg'armasiga bildirmadi. Oradan 6 oy o'tgach, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalarini taqqoslash orqali uning ishga kirganligini aniqladi. Natijada unga o'sha 6 oy davomida to'langan pensiya summasi qaytarilishi talab qilindi. Chunki uning ish haqi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi kerak edi. Bu Dilorom opa uchun katta moliyaviy muammolarga olib keldi. Shuning uchun har qanday o'zgarish haqida darhol xabar berish juda muhim. Uchinchi noaniq jihat. Bu chet elda ishlashdan olingan daromadlar. Agar nafaqaxo'r chet elda ishlasa va u yerdan daromad olsa, bu daromad O'zbekistondagi pensiyasiga qanday ta'sir qiladi? Bu holat murakkab bo'lishi mumkin. Chunki mamlakatlar o'rtasida ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish bo'yicha kelishuvlar mavjud bo'lmasa, ma'lumot almashinuvi cheklangan bo'ladi. Biroq agarda xalqaro kelishuvlar mavjud bo'lsa yoki agar nafaqaxo'r O'zbekiston bank hisob raqamlariga chet eldan muntazam ravishda katta summada pul o'tkazmalarini qabul qilsa, bu holat soliq organlarining e'tiborini tortishi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi yoki soliq inspeksiyasiga oldindan murojaat qilib, aniq ma'lumot olish zarur. Bu holatda bilmasdim degan bahona o'tmaydi. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni amaliy maslahatlarga o'tamiz. Sizga nima qilish kerakligi, qayerga murojaat etish kerakligi va qanday hujjatlar kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Eng avvalo, siz o'zingizning pensiya turingizni aniqlab oling. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki imtiyozli pensiyami? Har bir tur uchun qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Keyin o'zingizning barcha daromad manbalaringizni ro'yxat qiling. Rasmiy ishingiz bormi? O'zini o'zi band qilganmisiz? Bank omonatlaringiz bormi? Ijara daromadingiz bormi? Bularning hammasini yozib chiqing. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu eng to'g'ri va ishonchli yo'l. Siz doimiy yashash joyingizdagi pensiya jamg'arma bo'limiga shaxsan borishingiz mumkin. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasportingizni oling. U yerda mutaxassislarga o'zingizning holatingizni, ya'ni pensiya turingizni va mavjud yoki rejalashtirilayotgan qo'shimcha daromad manbalaringizni to'liq bayon qiling. Ular sizga aynan sizning holatingizga nisbatan qaysi qoidalar amal qilishini aniq tushuntirib berishadi. Agar kerak bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling va uning nusxasi sizda qolganiga ishonch hosil qiling. Arizada barcha savollaringizni aniq yozing. Masalan, men sotda pensiyasi olaman, qo'shimcha faoliyatidan daromad olishni rejalashtiryapman. Bu mening pensiyamga qanday ta'sir qiladi degan savolni qo'yishingiz mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Agar siz qo'shimcha daromad
topayotgan bo'lsangiz yoki shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, tegishli hujjatlarni rasmiylashtiring. Masalan, o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Agar sizni ishga olayotgan korxona bilan shartnoma tuzsangiz, shartnomaning nusxasi sizda bo'lsin. Bank omonatlaringizdan olingan daromadlar bo'yicha bankdan ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Bu hujjatlar sizning qonuniy ravishda daromad topayotganingizni tasdiqlaydi. 4-qadam, muntazam ravishda tekshiruvdan o'ting. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda yangilanib turadi. Shu sababli hech bo'lmaganda yilda bir marta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z holatingizni yangi qoidalarga muvofiqlashtirishni so'rash tavsiya etiladi. Bu sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. 5-qadam. Elektron hukumat xizmatlaridan foydalaning. Hozirda ko'plab ma'lumotlarni davlat xizmatlari markazlarining sayti yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyDoc orqali olish mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limiga bormasdan turib, ayrim ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, pensiya olish bu nafaqaxo'rning qonuniy huquqi va sharafi. Ammo shu bilan birga zamonaviy pensiya tizimi shaffoflik va adolatni talab qiladi. Shuning uchun o'z daromadingizni to'g'ri boshqarish, barcha qonuniy talablarga rioya qilish juda muhimdir. Yangi qoidalar sizni cheklovga olmasligi, balki aksincha, qonuniy doirada ko'proq imkoniyatlardan foydalanishga undashi kerak. Faqatgina shu yo'l bilan siz moliyaviy barqarorligingizni ta'minlaysiz va hech qanday muammosiz hayot kechirasiz. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa nafaqaxo'rlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling, omon bo'ling.